Do'st o'ziga tortuvchi bo'ladi. Do'st erishituvchi bo'ladi. Baqiroq odamlar bilan ulfat bo'lsa, siz ham baqiroq bo'lib qolasiz. Endi qarang birodar, atrofingizda shunaqa siz u bilan o'tirsangiz, qalbingiz taskin topadigan ulfatlardan nechta bor? O'zi umuman bormi bunaqa odam? Shuning uchun aytiladi, holi seni Allohga chaqiradigan, so'zi senga Allohni eslatadigan insonni o'zingga do'st tut. Aqli rojih, qalbida sakinati bor odamni do'st tutsang, saodat topasan. Do'st o'ziga tortuvchi bo'ladi. Do'st erishituvchi bo'ladi. Baqiroq odamlar bilan ulfat bo'lsa, siz ham baqiroq bo'lib qolasiz. Endi qarang birodar, atrofingizda shunaqa siz u bilan o'tirsangiz, qalbingiz taskin topadigan ulfatlardan nechta bor? O'zi umuman bormi bunaqa odam? Shuning uchun aytiladi,